va nihoyat ikki buyuk qo'shin Saljuqiylar va Vizantiya bir maydon Malazgirt tekisligiga kelishdi. Alplarim, bugun Malazgirt tekisligiga qalam o'rniga qilich bilan, siyoh o'rniga esa qon bilan bir ulus uchun tarix yozishga keldik. Har biringiz amin bo'lingki, ustimdagi bu oq kafanim maydonda qizil tusga kirmaguncha avlodim uchun jang qilaman. Alloh biz bilan, vatan uchun. Alp Arslanning buyrug'i bilan buyuk bir jang boshlandi. Vizantiya imperatori Diogen Saljuqiylardan bir necha barobar ko'p qo'shinga ega bo'lganligi sababli askarlardan iborat kuchli va yorib bo'lmas chiziq hosil qilishni buyurdi. Shu sabab Saljuqiylar qochishga tushishdi. Himoyamiz qayerda qoldi? Qochib qol! Ming la'nat senga Vizantiya! Qo'rqoqlar qochyapti. Hujumga! Hujum. Bu azamat turklarning chekinishi soniyalar ichida boshlanib, soatlarcha davom etdi. Vizantiyaliklarning taqibiga uchragan Saljuqiylar nari bersa 5 kilometr chekinishgandan so'ng hujum. Nega to'xtab qolishdi? Hozir kim surnay chaldi? Isrofil! Alp Arslanning orqada kutib turgan pistirmadagi otliq qo'shinlari Vizantiyaliklarni qanotdan o'ray boshlashdi. Ularning qanotlarida esa asosan musulmon bo'lmagan, yollanma turk jangchilari bor edi. Qani asolarim bo'shashmang, yo'q qiling. Ko'k kursin, qizil chiqsin. Qanday baxtiyor turkman degan. O'skuru? O'spilov. Sizlar ham turkmisiz? O'zim ham aytdim, bular qanday urushni o'rganib olishdi ekan deb. Tirikchilik uchun ularga qo'shilgandik. Tirikchiliging qursin. Boshing gurisami Vizantiyani? Biz tarafga o'ta qol. Men qardoshlarim tarafga o'taman. Men ham. Vizantiyaliklarning qanotdagi yollanma turk jangchilarining deyarli barchasi Saljuqiy qo'shinlari tomoniga o'tgandan so'ng jang natijasiga nuqta qo'yilgandi. Biroz o'tib, Rim askari og'zidan tushmayotgan hujum so'zi chekinamiz so'ziga almashtirilgandi. Qurshovga tushgan vizantiyalik jangchilar taslim bo'lish o'rniga mardonavor o'limni tanlashayotgan bir paytda Vizantiya imperatori Roman Diogen o'z jangchilarining oldida sharafsiz qochib qolishni afzal ko'rdi.